Biz ilgirki sonimizda ingliz musulmon qo'mondan Jack Sparrow bilan tanishib chiqqaydik. Filmda Jack Sparrowning haqiqiy obrazi ko'rsatilmagandek, Barbarossaning haqiqiy obrazi ko'rsatilmagan. Biz bugun xiyoliy dunyodan yiroq holatda Barbarossa bilan tanishib chiqamiz. Asli ismi Xizr Yaqub. Sultan 1. Selim ko'rsatgan tuhfalarini taqdirlab uni Xayruddin deb ataydi. Uningdan keyin Sultan Sulaymon Qonuniy Baruza urushidagi g'alabasini taqdirlab Dengiz shahzodasi degan nomni berdi. Xayruddin Barbarossa qizil soqolli kishi bo'lib, italiyaliklar uni Barbaros, ya'ni qizil soqol deb ataydi. Keyincha butun Yevropada Barbaros laqabi bilan taniladi. Milodiy 1970-yili Gretsiyaning Lesbos orolida tug'ildi. Uning Ishoq, Aruj, Ilyas va Muhammad qatorliq 4 o'g'il qarindoshi bor. U bolaning eng kichigi. Dadasi Yaqub og'a, Osmoniylarning piyodalar qo'shini askari. Onasi Ispaniya zulmidan qochib kelgan ayol bo'lib, xristian diniga kirishni rad qilgan musulmonlarni ispanlarning vahshiy usul bilan qiynalganliklarini bolalarga hikoya qilib so'zlab beradi. Bu Barbarossa va qarindoshlarining yuragida zolimlarga qarshi jihad o'tini yoqadi. Biz Xayruddin Barbarossa bilan tanishib chiqishdan ilgari aksi Aruj bilan tanishib chiqishga to'g'ri keladi. Chunki italiyaliklar tunji qilib Barbarossa degan bu laqabni aksi Aruj qo'ygan. Uningdan keyin Xayruddinga yo'tkalgan. Xayruddin Barbarossaning aksi Aruj yosh vaqtida dengizda tijorat bilan shug'ullanadi. Keyincha Ispaniya zulmidan qochgan nurg'un musulmonlarni Shimoliy Afrika dengiz sohiliga yo'tkab qutqizib olishi va Ispaniya, Portugaliya, Italiya va Qiddis Yohannaning qo'shinlaridan tarkib topgan ahli saliblarga qarshi qilgan urushlari va zafarlari bilan O'rta dengizda mashhur bo'ladi. Yevropaliklar qattiq yegan zarbalari tufayli uni qaroqchi deb ataydi. Aruj urushlariga qarindoshlarini birga olib chiqadi. Bir qatimliq ahli saliblarga qarshi urushida qarindoshi Ilyas shahid bo'ladi. Aruj Qiddis Yohanna chavandozlari tomonidan Rodos orolida asirga tushib qoladi. Lekin Aruj favqulodda mahorat bilan Rodos oroldan qochib dengiz orqali Italiya sohiliga keladi. Shundaqla ahli salibning bir kemisini bulab qochib, o'zi yolg'iz Italiyadan Misrga yetib keladi. Misrdagi mamlukiylar podshohi Al-G'ori uningga qo'shin bilan qo'shib bir paraxod hadya qiladi. Aruj bu qo'shin bilan Aljeriyaga qaytib, Banun qal'asidagi Ispaniya qo'shiniga 20 kun uzluksiz zambarak etib, milodiy 1516-yili Aljeriyani va Marokashning markaziy shahri bo'lgan Talmisonni ozod qiladi. Shuning bilan Xayruddin va Aruj ikki qarindosh Barbarossaning nomi O'rta dengizda mashhur bo'ladi. Aruj Osmoniylar xilofatiga sadoqatini bildirdi. Shundaqla Aljeriya hokimligini va Aljeriyadagi nufuzini saqlab qolish uchun Osmoniylardan yordam talab qiladi. Sultan Arujning talabiga qo'shiladi. Shundaqla Aljeriya xalqining roziligi bilan Aljeriyaning hokimi bo'ladi. Ispaniya Talmisan shahrini qaytarilish uchun keng ko'lamli qo'shin avatib, shaharni butun muhosiraga oladi. Shundaqla yo shaharni tashlab chiqitish yoki hammani o'ldirib o'tadiganlik bilan tahdid soladi. Aruj ilgari urushda bir qo'lining uzilib ketganligi qarmasdan taslim bo'lishdan shahid bo'lishni ustun bilib, urushni tanlaydi. Urushda butun aqli va kuchini sarf qiladi. Afsus, ichki xoinlik tufayli Tilsimat shahri qo'ldan ketadi. Aruj har tarafdan urilgan qilich bilan bu urushda 1518-yili shahid bo'ladi. Ahli saliblar Arujning kallasini uzib, Yevropa shaharlarida ko'rsatib tantana qiladi. Aruj shahid bo'lgandan keyin Aljeriya hokimligini inisi Xayruddin Barbarossa ustiga oladi. Xayruddin Barbarossa qarindoshining qisosi va mazlumlarni qutqizish uchun 8000 kishilik qo'shin bilan Tunisga yurish qiladi. Uzoq o'tmay Tunisga Ispaniya qo'shinini butunlay tozalab, Ispaniyaning Bilyar orolini egallab, 6000 ispanni asirga olib Aljeriyaga elib ketadi. Papa 3-polis bu xabarni anglagandan keyin qattiq cho'chiydi va Yevropadagi butun katoliklarga muqaddas jang chaqiriqi e'lon qiladi. O'rta asrdagi Yevropaning eng kuchli qo'mondonlaridan biri bo'lgan Andrea Dorianing boshchiligida 600 paraxod va 60 ming kishilik qo'shin O'rta dengizdagi islom qo'shinlarini yo'qotish uchun tayyorlanadi. Musulmonlar bo'lsa Xayruddin Barbarossaning boshchiligida 122 paraxod, 22 ming kishilik qo'shin bilan tayyorlanadi. Bu ikki buyuk qo'shin 1538-yili 28-sentabr kuni Baruzada uchrashadi. Bu tarixdagi eng chong dengiz urushi hisoblanadi. Ahli saliblarning son va kuch jihatdagi ustunligiga qaramasdan faqat 5 soat ichida Xayruddin Barbarossa ularning 13 paraxodini pachaqlab, 36 paraxodi va 3000 askarni asirga olib, bu urushda ularni mag'lub qiladi. Bosh qo'mondoni Andrea Doria urush maydonidan qochadi. Musulmonlarning bu buyuk g'alabasi butun Yevropa va islom dunyosini qoplaydi. Makka, Madina, Qohira, Dimashq va Istanbul shaharlarida shukr namozi o'qiladi. Shundaqla masjidlarda takbirlar to'linadi. Sultan Sulaymon Qonuniy bu xabarni anglab Allohga shukr sajdasi qiladi. Shundaqla Xayruddin Barbarossani butun Osmoniylar dengiz qo'shinining bosh qo'mondoni qilib tayinlaydi. Bu urushning g'alabasi ta'sirida Osmoniylar 300 yil O'rta dengizning xo'jayini bo'ladi. Xayruddin Barbarossa Ispaniyada vahshiy zulmga uchragan 70 ming
musulmonni 36 paraxutda 7 qitimda Aljeriyaya o'tkazib qutqizib oladi. 1544-yili Ispaniya Fransiyaga urush ochganda Fransiya podshohi Sulton Sulaymon qonunidan yordam talab qiladi. Sulton Xayriddin Barbarosani Fransiyaga yordam berishga buyurdi. Barbarosa qo'shinlari bilan Fransiyaning Marsiliya shahriga markazlashib, Napoli va Fransiya dengiz sohillaridan Ispaniya qo'shinlarini qo'g'lab chiqardi. Xayriddin Barbarosa Gollandiyani bir qatimliq Ispaniya hujumidan qo'g'dab qoladi. Gollandiya xalqi Barbarosaning bu yaxshiligini eslab uning haykalini turg'izdi. Bu haykal Gollandiya Liden shahrida hali ham mavjud. Xayriddin Barbarosa keyin Istanbulga qaytib 1546-yili 7-oyning 4-kuni Istanbulda vafot bo'lib, Beşiktaşga dafn qilindi. البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحمي الرؤوسا إننا للمجد أرخصنا النفوسا خالد في البر كان ليث